O'risda deydi, islom bo'lmasa ham insof bor deydi, to'g'rimi? Bizda deydi, bizdan borayotganlarda ne kuzatsangiz, islom bor yoki lekin insof yo'q deydi. Bir kishi aytdi, qoraga deydi, o'sha yerda ham o'zbekni aldayotgan o'zbek deydi, qarang. Menga $500 oylik chiqdi deyapti, u bechora tilni bilmaydi, qayta qishlardan to'g'ri borib olgan. Bitta qishlardan to'g'ri chiqib borib olgan, tilni bilmaydi. Tilni bilganlar haligini aldab, mana $500 senga oylik chiqdi. O'zi $700-800 chiqqan. O'sha yerda ham deydi, o'zbekni aldayotgan o'zbek deydi. O'ris aldamaydi, insof bor haqida deydi. Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Dinimizga amal qilaylik, bo'ldi. Yolg'on gapirmasin banda. Musulmon odam yolg'on gapirmasin. Al-kazzabu la ummati dedilar alayhissalom. Yolg'on gapirgan banda ummat, mani ummatim emas dedilar.